Prospero ballonlari xullas hozir tushadi. Nechtada tugashini bitta ko'ramiz. Qaranglar, ko'pchilik bilmas ekan bu ballonni. Xalq yaxshi ko'rib taqayotgan ballon bu Prospero bo'ladi. Hozir avtofestivalda ham qatnashyapti. Ichkariga kirib qisqacha sizlarga ko'rsatib o'tamiz. O'zligini mo'shnaligi bilan ham qatnashyapti. Prospero ballonlar taqilgan. Bu yoqda xolasa drift kuzatayotganlar bormi? Kuzatib boringlar. Davay! Prospero ballonlarni ko'rdinglar, sinovdan o'tdi. Xalq bop ballon, yumshoq. Yana bitta narsasiga e'tibor beringlar. Har safar ballon tavsiya qilayotganda aytib ketaman. Ko'ryapsizlar, mana izlarini. Ya'ni bu yomg'ir, qorga mo'ljallangan. Tormoz bosgan paytda sirpanchuv ballon emas. Narxi ham xalq bor. Siyob Agromash kompaniyasi ko'ryapsizlar, ballonlar, akkumulyatorlar chiqarishadi. Juda katta 12 ta viloyatda har bittasida o'zining tochkalisi bor. Optimga sotishadi. Optimchi akalarimiz, ya'ni ballon diska sotadigan do'konga akalarimiz foydalanib qolinglar. Sizlarni kutib qolamiz.